Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan 11-darsimiz diodli most, ya'ni o'zbekchasiga aytganda diodli ko'prik to'g'risida o'rganamiz. Diodli mostni bilishdan oldin, o'rganishdan oldin birinchi o'zimizga diodni rasmini chizib olamiz. Diodni rasmini chizib olamiz. Bu yoq plus, bu yoq minus. Ya'ni bizda tok har doim plusdan minusga qarab oqadi. Diodli most deyapmiz. Diodli most sxemada qanday chiziladi? Hop. Diodli most har doim sxemada qonun qoidasi gorizontal va vertikal chizilishi kerak, detallar turishi kerak. Faqatgina diodli mostga 45 gradusda chizishga ruxsat berilgan. Endi qaranglar, diod qanaqa chiziladi? Most bu yoqqa o'tdi. Bunaqasiga bu yoqqa keldi. Bu yoq minus bo'ladi, bu yoq plus bo'ladi. Bu yoq o'zgarchi tok keladi. Endi qaranglar, nima narsa bo'lyapti. Bu yerda sxema chizish uchun men oddiy lifehack o'rgatib ketaman. Mana o'ng qo'limiz, bu chap qo'limiz. Diodlarni har doim o'ng qo'lga qaratib chizsanglar adashmaysizlar. Ko'ryapsizlarmi? Bu ham o'ngga qarab chizib turibdi, bu ham o'ngga qarab turibdi. Va o'ng qo'linglar har doim plus bo'ladi, chap qo'linglar har doim minus bo'ladi. Tepa past o'zgaruvchan tok. Xuddi mana shunaqa chiziladi. Diodli most hayotda qanday ko'rinadi? Mana shu 4 ta oddiy dioddan bir-biriga ulanib sxema chiziladi. Oldingi darsda ko'rgan bo'lsanglar, mana diodda o'zi aslida hayotda qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Mana chiziq tarafi bunaqa chizib qo'yilgan bo'ladi. Mana diodda minus bu tarafida turibdi. Mana bu ikkinchi diod. Bu diodda ham mana ko'ryapsizlarmi, bu taraf katod tarafi turibdi. Endi diodli most mana shundan yig'sak ham bo'ladi. Sxemada mana turishi mana shu turibdi mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Mana shu to'rtta diod turibdi. To'rttalasi ham mana shu diodli mostga qushlanish kelyapti, предохранитель o'tyapti. Mana varistor turadi, joyiga olib tashlangan varistor. To'rtta diod, undan keyin filtr kondensatorlardan o'tib bizga transformator shim kontrol ishlaydi va qilib beradi. Diodli most. Mana shu ham bor. Ko'pchilik texnologiyalar kompaktni qilish uchun mana shunaqa bitta mikrosxema qilib chiqib qo'yadi, как mikrosxema sifatida, lekin ichida 4 ta diodi bor. Diodli most qanday ulanadi? Sraz chizamiz. Saqlagich sizdo'rlik har doimgidek. Saqlagichda o'tdi. Ketdi. Bu yoqqa ham keldi. Endi rombik chizamiz. Diod har doimgidek o'ngga qaratamiz. Har qachon shunda adashmaysizlar. Начальник endi profi bo'lganinglardan keyin har tarafga qarab chizaverasizlar. Men o'zim shunaqa qilib chizaman. Endi mana keldi. Bu yoqda 220 volt o'zgaruvchan. Bu yoqdan esa 220 volt o'zgarmas bo'lib chiqdi. O'zgarmas bo'lib chiqdi. Bu yoq plus, bu yoq minus, minus, bu yoq plus. Endi bu qanday ishlayapti? Bu qanday ishlayapti? Yana diagramni chizaman. Sinusoidalniy tok. Bu yog'i volt. Sinusoidalniy tok o'tyapti. Oldingi darsda aytganimizdek, diod faqat bir tomonga o'tkazadi, boshqa tomonga o'tkazmaydi. Xuddi shu diagramni yana повтор chizamiz. Qarang. Sinusoidal tepasi o'tadi, pasti o'tmaydi. Yana ikkinchi yarim valni o'tadi, bu yoq o'tmaydi. Uchinchi yarim valni o'tadi. Tagi o'tmaydi. Tagini просто kesib tashlayveradi. U qanday ko'rinadi bizada? Mana birinchi poluvalni bizada bu yerda to'lqinsimon o'tyaptimi? Birinchi to'lqinsimon kelyapti.
to'qnashib kelyapti-da, tok kelyapti-da. Mana shu joydan o'tyapti. Bu yoqqa keldi. Plyus keldi. Tushunish oson bo'lishi uchun mana shu yerga bitta qarshilik chizib qo'yamiz. Ulanadi. Tok keldi. Bu qarshilik o'tdi-da. Mana nuqtaga keldi. Astak bizda tepa bilan kelgan bo'lgani uchun bu pastga qarab ketadi. Bu nuqta keladi-da, idalshi bu yoqqa qarab ketdi. Endi ikkinchi periodda endi bu yoq o'zgaradi, bu tarafdan tok keladi. Bu yerdan chizdik. Tok bu tarafdan keldi. Mana nuqtaga keldi. Bu yoqdan ketganmidi, endi bu taraf bilan o'tadi. Bu tarafdan o'tadi. Yo'q, adashdim. Tok keldi, mana shu bu tarafga o'tadi. Bu yoqda adashib ketdim. Tok keldi, mana nuqtaga keldi. Mana nuqtaga keldi. Bu yoqqa chiqib ketdim. Mana nuqta keldi, bu nuqtaga keldi. Bu nuqtada mana dioddan o'tadi. Plyusga qarab. Bu yoqqa mana yopiq bo'lgani uchun bu yoqqa o'ta olmaydi. Bu yoqqa o'tadi, bu bilan keladi. Bu qarshilikda o'tdi, aylanib. Endi bu nuqtaga keldi. Bu yoqdan boya o'tgani uchun endi bu tarafga o'tadi. Bu tarafga o'tadi, bu yoq bilan orqaga qarab bu tarafga ketadi. Ya'ni bu yoqdan keldi, bu yoqdan keldi, kirdi, aylandi, bu yoq bilan chiqib ketdi. Bu yoqdan kelganda bu bilan kiradi-da, aylanib bu yoq bilan chiqib ketadi. Mana shunaqa qilib ishlashni boshlaydi. O'shanda bizada mana volt bo'lsa, yo'q, T bo'ladigan bo'lsa, yarim periodda oladi. Diod bizga bu tarafini kesib tashlaydi. Bu yoq yo'q. O'shaning uchun bizda o'zgarmas tok bo'ladi. O'zini yo'nalish va kattaligini o'zgartirmayapti. Xo'p, sizlar bilan biz qisqacha diod MOS to'g'risida gaplashdik. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bitta narsa esdan tushib ketdi. Mana diod ko'rinishi bu yerda ham sразу tushuntirib ketaylik, qaranglar. Hammasi bir xil bo'ladi diodlarni. Yuz tarafiga ko'rsatamiz. Kaliti bo'ladi. Mana bu tarafida, chap tarafida kaliti bor. Bor tarafi har doim plyus belgisi, bu tarafi minus bo'ladi. Noshkasi. Ya'ni o'rtada ikkitaga o'zgaruvchan tok kiradi, ikki chetidan o'zgarmas tok bo'lib chiqadi. Xuddi mana shunday 4 ta nuqtasi bor. Ikkita o'ng va chapi plyus va minus, tepa pasti o'zgaruvchan bo'lgan singari, tepa pasti o'zgaruvchan, o'rtasi o'zgaruvchan. Chap tarafda plyus, o'ng tarafda minus turibdi. Xuddi shu sxema mana shuni ichida yig'ilgan. 4 ta diod mana shu ichida akkuratni joylashtirilgan. Bu diod bizga nima beradi? Ham tokini oshirib beradi, ham kompaktni qilib beradi, ham buni radiatorga qo'tirib, buni kattaroq toklarga ishlatsak bo'ladi. Ya'ni sovutish sistemasini qilish orqali. Mana bu diod ham bor. Mana shunaqa gaplar.